Assalomu alaykum hammaga. Bugun keyingi hafta uchun bir nechta forex paralarida o'z qarashlarimni sizlar bilan ulashmoqchiman. Birinchi tillaga HUSD parasiga qarab o'tsak, 4 soatlikka qarasak, hozircha asosiy trend hozircha buy, hozircha ideyalarni ko'proq buyga kirishga harakat qilamiz, chunki trendga qarshi ishlash xavfli. Trend is your friend deganday trend bo'yicha ishlaymiz hozircha. 1 soatlikka qarab olsak, mana bu zonada order blok mavjud. Narx keyingi kunlarda keyingi soatlarda ham ishlab berishi mumkin. Mana shu zonagacha buy ko'rishimiz mumkin. Longga narx mana shu ko'rinishda ishlab olsak bo'ladi. Hozircha tillaga qarashim hozircha shu. Keyingisi USDGPay ga qarasak, USDGPay yaponskiy yana bunga hozir flat harakat bo'lmoqda. Bu paytda ko'pincha ishlamasligi kerak. Mana bu zonada bozor ochilish payti gap qolib ketgan. PVga narx shu zahoti kelib gapga kelib yana ko'tarib bergan. Mana bu zona order blok, narx order blokdan qaytgan. Kichikroq time frame ga o'tsak, narx bu yerda pastki industrial nuqtani yechgan. Endi biz bu paytda selga qiziqib ko'rsak bo'ladi. Shu zonadan hozircha shu zonadan selga qiziqib ko'rsak bo'ladi. Eurosga qarashim shu. Keyingisi HPP USDT bu zonada flat harakat bo'lgan. Narx kelib flat harakatdan reaksiya olib narx yana buyga harakatlanishni boshladi. Bu dalshi davom etishi kerak. Kichikroq time frame ga olsak,
zonani o'zidan payga qiziqib ko'rsak bo'ladi. Tepada likvidlar qolgan, narx likvidlarni olish uchun narx ketadi. Bu zonada huji bu zonada deyarli narx flat zonadan, ya'ni energiya yig'ilgan bu yerda narx kelib atkat berib, shu zonani reaksiya olib harakatlanib bu zonada ishlab berdi narx. Endi narx ana bu zonalarda qolib ketgan FVG'larni terib bu yerdagi likvidlarni olishiga borish kerak. Shuning uchun bu yerdan buyga pozitsiya ochish mumkin. GBP USD ga qarashim hozircha shu. Keyingisi Bitcoin USD ga qarasak agar, Bitcoinga berilgan signal yaxshi ishlab bermadi. Mana bu zonada order blok qolgan. Narx kelib order blokka kelib narx atkat berdi. Bu yerda investment yechilgan, ya'ni narx trend o'zgarib bo'ldi bu yerda. Qarama qarshi oldingi IBOS joylarni buzib o'tdi. Demak, biza narx birozgina atkat korreksiya berganda kirib olishimiz mumkin shu zonadan bayga. Bitcoin USD ham qarashim shu. Chunki ana bu yerda bir gala likvidlar qolib ketgan. Narx likvidlarni olishga borish kerak. Hozircha qarashlarim shulardan iborat edi. Barchaga katta rahmat.